Assalomu alaykum. Kuzatuvchilarimizga ajoyib bitta yengillik qilyapmiz, xudo xolasa. Hozir Abu Sahiy bozoridan bitta yaxshi yengillik bo'ladi, kutib turinglar. Bizdan zo'r video sizlar uchun. Aynan Poplin, Slim materiallari bo'yicha eng arzon joylarini ko'rsatamiz. Manzilni aytib o'taman. Manzil Toshkent Abu Sahiy bozori. Optim Poplin. Kimga qiziqtirsa, hozir mana kontaktlarni qo'yaman. Shu kontaktlarga aloqaga chiqinglar. Bu koreyskiy Poplin ekan. Buni cho'zilishi 3-4 sm ekan, kirishishi. 15 ming so'm metri, rulonda 50 metr. Shu kontaktlarga hozir aloqaga chiqinglar, kimga qiziqtirsa. Sizlarga eng bitta zo'r yengilligimiz, dastavkaga ham qilib beramiz, faqat o'sha 3-4 ta rulon olganga deyishyapti. Bemalol aloqaga chiqib, dastavka qildirsanglar bo'ladi. Buni yana 10 ming so'mligi bor ekan, metr 10 ming so'mligi. Bu koreyskiy Sling, штатл Poplin, yeni 1,5. Toza качество. 3 metrga 15-20 cm kirishadi. Undan ko'p kirishmaydi. Toza качество, ranglari o'chmaydi yuvganda ham. Har yuvgan sayin rangi ochiladi. Вообще materiallar qaranglar. Aloqaga chiqib tashinglar, 2-3 rulonlab jo'natib berishadi. Dastavka qilib berishadi, lekin barcha xarajatlar o'zingizlardan, taksi puli va boshqa xarajatlar bo'lsa, bu sizlardan. Yoz faslida qizlar uchun, ayollar uchun shunaqa ko'ylaklarimiz juda zo'r ketadi. O'zingizlar joylaringizga bo'ladigan fasonda ko'ylaklarni topib, tikib, sotib materialga kelaveringlar. Optim joyi mana bu yerda bo'ladi. Aynan bu do'konda assortiment juda keng ekan, juda xilma-xilligi juda ko'p ekan. Zakaz bersanglar, dastavka qilib yetkazib berishadi. Sizlarga yana qanaqa materiallar qiziq? Bu haqda kommentariyada yozib ketinglar. Biz aynan shu materiallar bo'yicha sizlarga narx-navosini ma'lum qilib ketamiz. Podpiska bilan like tugmasini bosishni unutmanglar. Bu sizlarning bizga e'tiboringlar bo'ladi.